shunaqa toifa ayollari o'ldirib qo'ygim keladi. Ya'ni qabulimga kelib, biz erim bilan ajrashmoqchimiz, abort qilib bering yoki men erim bilan ajrashyapman. Ha, nima uchun? Uradimi? Yo'q. Bolalaringiz xo'rlaydimi? Yo'q. Boqmaydimi? Yo'q, pul beradi, boqqan. Ha, nima? Birov bilan yozishayotgan ko'rib qoldim, birov bilan gaplashayotgan ko'rib qoldim. Nima sen ering bilan ajrashib, ertaga o'ynashingni xotini bilan gaplashib o'tirganini ko'rib o'tirasanmi, tomosha qilib? Mashallah, ajrashgan ayolni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak. Tushundingizmi? Ko'chada ertaga ajrashib, yaxshi ish berar ekan, bolamni boqishim kerak, oylik olishim kerak deb begona erkaklarga deb kulib gaplashgancha, eringizga o'sha muomalani qiling. Olam guliston, и всё. O'ylamang, blogerlarda chiqib, men erim ajrashgandan keyin mashinamni oldim, erim ajrashgandan keyin uyimni oldim degan gapga ishonmang, tushundingizmi? Ular hech qachon borku, xor bo'ldim, erimdan ajrashib 100 taga xotin bo'ldim deb chiqib gapirmaydi. Eriga ham qasd qilib, boshqa qilib o'zlaricha borku, he deb chiqib hammani aldab, o'zini ham aldab yashayveradi. Yoki ana yerda ajrashib olib, bitta erkakdan deb pul olayotganini ko'rib havas qilmang, tushundingizmi? Unaqa ayol bo'lish uchun borku, matonati tosh bo'lishingiz kerak, tushundingizmi? O'zingizcha men ajrashib yo'limga to'g'ri bo'lsam, muomalamni nima qilsa, tupurib qo'ygani bor boshqalar. Sizning yo'lingizga to'g'ri bo'lgani ham, muomalangiz to'g'ri qilgani ham, tushundingizmi? Shuning uchun borku, kutti qilsang, oilani saqlang-ku, ajrashaver demasdan borib borku, eringizga yaxshi gapni gapirib, oilangizni saqlang.